Abduvali otaning kutubxonasi. Alimbuva mahallasi markazida turgan mobil kutubxonaga ko'zingiz tushganmi? Bu shu mahallada istiqomat qiladigan Abduvali Xolmahmudovning mo'jaz kutubxonasi. Tuman hokimi Erkin Rustamovning tavsiyasiga binoan elga ziyo ulashayotgan otaxon bilan uchrashib suhbatlashdik. Abduvali aka bundan 8 oy ilgari shu mo'jazgina kutubxonani qurib, shu yerga o'rnatdi. Tepasiga kutubxona ilm so'zlarini yozib, ichini badiiy adabiyotlar bilan to'ldirib qo'ydi. Avvaliga kimdir bu ishdan hayron bo'ldi, kimga erish tuyuldi. Biroq ezgu ishning qanoti bor deganlaridek tez orada kitob muxlislari ko'paydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalla ahli hozirda kutubxonachi a'zosi. Kutubxona faoliyati bilan tanishish maqsadida Abduvali akani biroz kutishga to'g'ri keldi. Muddaomizni bilgan yon atrofdagilar "Doda hozir 11 dan keyin keladilar" deyishdi va otaxonning kamtarin, to'g'ri so'z, halol inson deya yaxshi sifatlarini aytib maqtab ketishdi. Otaxon ham ko'p kuttirmay keldilar. Qo'llarida bir quchoq kitob. Shosha-pisha kutubxonachani ochib, olib kelgan kitoblarini javonlarga joylab qo'ydilar. Xuddi shuni kutib turganday bolalar birin-sirin kitob olishga kela boshladilar. Abduvali aka ularga kitob topishga yordamlashar, bizga esa kutubxonachani nima maqsadda, qanday qilib tashkil etganlarini to'lqinlanib so'zlaydilar. O'zim quruvchi bo'lganman deydi. Yoshi allaqachon 70ning ostonasidan o'tgan, lekin chaqqon, chayir, hamon ishi ko'pligidan yugurib, hammasiga ulgurib yuradigan Abduvali aka. Taqdir taqozosi bilan umrimning 20 yilini musofirlikda o'tkazganman. Lekin o'zga yurtlarda juda ko'p saboqlar, hayot saboqlarini olganman. Qayerga borsam o'sha yerning tarixi, madaniyati bilan qiziqdim. Odamlarini o'rgandim, ko'p kitob o'qidim va eng kerakli halol mehnat qildim. Rossiyada bir firmada agronomlik qilganman. Rahbarlarim meni rosa sinagan ekan. Ularni biror marta aldamaganim, halol ishlaganim uchun ketayotganimda Volga mashinasini sovg'a qilishgan. Kiyevda bir xonadonda yashaganimda katta-yu kichikka birinchi bo'lib salom berishimni ko'rib, uy egasi "Sendan odobni o'rganishimiz kerak ekan" deb hurmatimni joyiga qo'yib, istiqomat qilishim uchun uyning to'rini bo'shatib bergan. Ha, halollikda, ko'p kitob o'qib bilimli bo'lishda hikmat ko'p ekan. O'zga yurtda og'ir yuk ko'tarmadim. Bilimim, mehnatim bilan og'ir pul ko'tarib keldim, shukr. Abduvali aka ana shunday oddiy inson, kitobni sevadigan, ilmning qadriga yetadigan inson. Televizor orqali o'zga yurtlarda odamlar gavjum yerlarda mana shunday kutubxonachalar barpo etilganini ko'rib, yuragining tub-tubida o'zimizda ham shunday mo'jaz kutubxona tashkil etish istagi paydo bo'ldi. Uning bu fikrini do'stlari qo'llab-quvvatlashdi. O'zi uyida temirdan budka yasab, uni bo'yab, mahallaning eng gavjum yeriga olib kelib o'rnattirdi. Natija esa nihoyatda quvonarli. Har kuni kitob olishga kelaman deydi o'zini 1-maktabning 3-B sinf o'quvchisi Muhammadali deb tanishtirgan bolakay. O'rtoqlarim ham kelishadi. Men Abdullohman, 6-sinfda o'qiyman. Yarimta Nuhot kitobini oldim. Telefoninglar bormi deya yuzlanaman ularga. Yo'q, doda ruxsat bermaydilar. Suhbatimizni eshitib turgan Abduvali aka ularning gapini tasdiqlaydi. Kitoblarni ko'zdan kechiraman. Ularning aksariyatining yoniga omonat deya yozib qo'yilgan. Demak, kitobxonga olgan kitobining omonatligi, o'qib bo'lib qaytarib olib kelishi shartligi uqtirilyapti. Bu ham tarbiyaning bir ko'rinishi. Kitoblar orasida bloknot, unga zarur kitoblar yozdilar va Abduvali aka so'ragan insonga kerakli kitoblarni nashriyotlardan topib olib kelib berar ekan. Kitob shaydosi bilan suhbatimiz qizg'in, mazmunli bo'ldi. Rafiqasi Gulnora opa bilan 2 o'g'il, 2 qizni voyaga yetkazib, uylab, joylab 14 nabira, bir evaraning buvasi bo'lgan, qalbida ma'rifat, ziyo ulashdek ezgu niyat jo bo'lgan va bu niyat yo'lida hormay, tolmay, sidqidildan mehnat qilib, mehnatidan zavq olayotgan Abduvali akani chin inson deya ta'rifladik va ular kabi ma'naviyat, ma'rifat urug'ini sochayotganlar safi yanada kengayishini niyat qildik. Darvoqe, Abduvali akaning bu ezgu ishi qanot yoyib, tumanning 10 dan ziyod mahallalarida mobil kutubxonalar tashkil etildi va bu mo'jaz maskan hamisha kitobsevarlar bilan gavjum bo'lmoqda.